Sevgan insoningizdan voz kecha olmayotganingizga ikkita eng asosiy sabab bor. Buni birinchisi, u balki o'zgarib qolar deb kutasiz. U sizni shuncha paytdan beri qadrlamadi, u sizni hurmat qilmadi, yetarli darajada sevmadi, e'tibor bermadi. Uni deb siz xor bo'ldingiz, shuncha vaqtingiz ketdi, umringiz ketdi va o'zgarishini kutyapsiz baribir shuncha vaqtdan beri. Lekin tushunishingiz kerak, shuncha vaqtdan beri o'zgarmagan insonni o'zgarishi juda ham qiyin. Mana o'zingiz kommentariyada yozib qo'yishingiz mumkin. Siz o'zgaradi deb kutgan insoningiz shuncha vaqtdan beri o'zgarmayapti, to'g'rimi? Agar vaqt kelib o'zgargan bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Kommentariyaga meni sevgan insonim o'zgardi va nihoyat deb yozib qo'ying. Agar yillar davomida kutgan bo'lsangiz, lekin hali o'zgarmagan bo'lsa, unda kommentariyaga haligacha mana shuncha yildan beri o'zgarmadi deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, birinchi sababi sevgan insonim balki bir kun kelib o'zgarib qolar deb kutishingiz. Ikkinchi sababi nima? Ikkinchi sababi shundaki, balki men uni unuta olmasamchi, uni qo'yib yubora olmasamchi deb o'ylashingiz. Uni unuta olmasligingiz mumkinmi? Uni unuta olmaysiz agar qanday qilib unutishni